Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Nechta non bering? 4 ta non bering. Xo'p bo'ladi. Menga ham 4 ta non berib yuboring. Xo'p bo'ladi, hozir. Mana akajon. Mashina men olaman. Shoshayotgandim. Kechirasiz. Mana aka. Xo'p, rahmat. Uzr tanimadim. Mahallada yangimisiz deyman? Yaqinda ko'chib keldim. Ha, Ismim Umidboy. xush kelibsiz Umidboy. Nechta non? 4 ta. Xo'p bo'ladi. Endi Umidboy, sir bo'lmasa, qayoqlarga yo'l oldingiz? Shu mahallada Rustamboy degan bir yigit bor ekan. Shuni oldiga ketyapman. Mahallani boyi ekan, a? 3-4 ta bizneslari bor ekan, do'konlari, Samarqandda ham kalbasa zavodlar, a? Shunaqami o'zi? Shunaqa. Taniyman. Yaxshi bola. Shu bola bilan bir ko'rishib qo'ying. Yaxshi-da, mana aka. Rahmat. Yo'q, pul kerak emas. Bugun non tekin. Tekin? Rustamboy sharofati bilan haftada bir marta tekinga non tarqatamiz. Gap yo'q lekin. Qalbi ham boy ekan, a? Shunaqa. Rustamboy bilan o'zi nimaga ko'rishmoqchi edingiz? Bundan buyog'iga mahallada 2 ta boy bo'ladi. Bittasi Rustamboy bo'lsa, ikkinchisi Umidboy, ha. Shuni aytib bir qo'lini olib qo'yay Rustamboyni. Yaxshi, boylar ko'paysin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rustam aka, siz Samarqanddan so'rashyapti. Berchi. Eshitaman. Ha, yeb ko'rdim, kolbasani mazasi yaxshi. Faqatchi sevimli Samarqand yozuvini sal kattaroq chiqaringlar. Keyin ruxsat. Va sotuvga chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p. Tushunmadim. Rustamboy, Nonvoy? Shunaqa. Tanishganimdan xursandman. Keyin Umid aka, qarang. Agar boylik jamiyatga foyda bermasa, u ziyonga kiradi. Birinchi navbatda insonni o'ziga, keyin esa jamiyatga ziyon yetkazadi. Shuning uchun Rustamboy, Nonvoy. Rahmat. Tanishganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Kelib turing. Kim bu? Malika Onyx. Men senga necha marta aytganman telefonimga tegma deb. Alo. Ha, Malika. Ha, Onyxda uydan chiqib olib kiyinib boraman dedim-ku. Yangi mashina olasizmi? Yo'q. Yaxshi o'tir. Ha, uydan chiqdim. O'sha eski lokatsiyada ko'rishamizmi? Malika, bo'ldi. O'sha kelishganimizdek bo'ladi. O'sha kechagi joyda ko'rishamiz. Bo'ldi. Ko'rsatib qo'yaman Malika bilan ko'rish qanaqa bo'lishini. Ana endi qo'lga tushdingiz. Tabriklaymiz. Ikkitami? Nima ikkita? Yo'q. Bular xodimlar. Hozir hammasini senga tushuntirib beraman. Men rashk qilib kelishingni bilgan edim. Bu 21 yillik tajribaga ega polimer binokor qurilish kompaniyasining Onyx loyihasidan uy. Mashina emas, uy bu. Senga. Mengami? Senga. Qachon ulgurdingiz? Malikaxon, bilasizmi, xotinimga surpriz qilmoqchi edim. Bizda 1 kvadrat metrining narxi 10 million 900 mingdan boshlanadi. 100% podключ ta'mirli xonadon. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Juda yaxshi, olaman. Ayollar. Rashk qilar ekansizlar-da, ha? O'sha trend olasan, to'g'rimi? Ha, Instagramga qo'yaman. qo'yaman. Ber telefoningni. Tayyormisan? Tayyorman. Ketdi. Qizlarjonlar, meni tabriklasanglar bo'ladi. 23 yoshimda o'zimga uy sovg'a qildim.
ketdi. Ushing? Sen hayotimning mazmunisan, sen hayotimning yulduzisan. Har doim shunaqa deysiz. Hamma o'rtoqlarimning mashinasi bor. Siz qachon edi menga mashina beraman deganingiz? O'zi sizchi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Assalomu alaykum aka. Kuyov bola yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yara Qani qoling. o'ting? Bezovta qilmadimmi ish qilib? Yo'q, keling. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Uzr endi. Ogohlantirishsiz kirib kelgandim. Yo'q, xush kelibsiz. Kuyov bola, agar ko'nglingizga kelmasa, maylimi? Singlimda gapim bor edi. Mayli. Xo'p, tashqarida bo'laman. Rahmat. Esingdami? Mahallamiz boshida bir qiz pista sotib o'tirardi. Uni bitta akasi bor edi. Bozorda arava tortib kun ko'rardi. Chunki ota-onasidan erta judo bo'lishgan edi. Mahalladagilarning hammasini ularga rahmi kelardi. Hozirchi o'sha pistachi qiz yaxshi oilaga kelin bo'lib tushdi. Akasi bo'lsa oyoqqa turdi. Singlim, agar eringning o'rnida bir kun yashash imkoni bo'lganida, sen bir kun emas, bir soat ham yashamagan bo'larding. Eshitganmisan, ayollar tug'ruq vaqtida bir o'lib tiriladi deyishadi. Erkaklarchi, erkaklar har kuni o'lib tiriladi. Kim uchun? Oilasi uchun. Sen bo'lsang Instagramdagi hayotga havas qilib o'tiribsan. Bu Instagramdagi hayotning 90% yolg'onligini juda yaxshi bilasan-ku. Bugun baxtli video qo'ysa, 3 kundan keyin ajrashayotganligi to'g'risida video qo'yishyapti. Ering yaxshi yigit. Uni ham orzu-havaslari bor. Lekin seni orzularingni amalga oshiraman deb o'zini orzularidan voz kechib yashayapti. Bu haqiqiy erkakning ishi. Jon singlim, o'tmishingni esingdan chiqarma. Menga ruxsat. To'xtang aka. O'tir. Kuyov bola, Ha, choy-poy qilardik. menga ruxsat. Sizdan uzr so'ramoqchi edim. Nimaga? Singlim uchun. Ay, yo'q, Sog' bo'ling. Mayli, kelinglar. Xo'p, rahmat. Uydagilarni ham olib keling. O'zinglar ham o'tinglar. Xo'p. Ya aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Dastlabki sizga? Yo'q. Aka, bir yo'q demasangiz yaxshilik qilmoqchi edim. Qanaqa? Sizga boshdan oyoq kiyim qilib bersam. Savob uchun. Yo'q, mengami? Ha. Savob uchun aka. Yo'q, aka, rahmat. Meni dastlabkilarim bor. Aka, ish vaqtingizni pulini ham o'zim beraman. Menda mana shu do'kon bor, o'sha yoqqa kiramiz. Xo'p. Qani yuring aka. Yo, xijolat bo'lmang. Yuring. Mana aka. Yaxshi kunlarga keling. Yo, savob uchun aka. Savob uchun. Aka, Yaxshi kunlarga keling. Mayli. Rahmat sizga. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mana aka, hamma kiyimlaringiz. Aka, rosa xursand bo'ldim. Rahmat. Ya, salomat bo'ling. Baraka toping. Rahmat. Dunyo turguncha turing. Salomat. Rahmat. Yo. Bizani syomka qilyapti. Yo, aka, to'xtang. Allo? Ha, bo'ldi. O'zingizni bosing, bu o'zimizni bola. Instagramda obunachilarimiz bor. Shunga yaxshilik, ibrat bo'lsin deb video qo'yamiz. U yigit Ha. hozirgi ishlarni Hech xijolat bo'lmang. aka kechirasiz-ku. Bu qilgan ishingiz savob yig'ish uchunmidi yoki layk yig'ish uchunmidi? Savob uchun albatta aka. Sizga bu kiyimlar. Mana hozir manfaatlar ustiga qurilayotgan bir dunyoda bitta bo'lsa ham yaxshi inson qopti deb xursand bo'lib yurgan ekanman. Aka, bir og'iz o'zimdan so'ramamsizda. Men balkim syomkaga tushishni xohlamasdirman. Qarindosh urug'im ko'radi. Farzandim ko'rib qolsa-chi?
Otam qiynalib ishlab yurgan ekan demaydimi? Bekor qildingiz aka. Mana xudoga shukr, oyoq qo'lim butun, tirikchiligim bor. Halol mehnat qilib oilamni boqib yuribman. Akajon, oling. Shu narsalarni hisob qo'ying, menga kerak emas. Aka, savob uchun qilganman, oling. Aka. Mana yoki o'sha obunachilaringizni aldarsiz. Lekin Xudoni aldolmaysiz. Maraz! Iflos! Sen mani do'stimmisan? Menga qara. Darding pulligini oldinroq aytganingda, og'zingiz siqqanicha pul berardim, maraz! O'zingni bos o'rta, nima bo'pti? Sen menga farzandli bo'la olmaysan, to'miding? Ha, shunaqa. Men farzandli bo'la olar ekanman. Bo'ldi, o'zingni bos. O'tir. Odamga o'xshab gaplashsak bo'ladimi? Xo'sh. Kim aytdi senga farzandli bo'la olasan deb? Men boshqa urologga bordim. 10 yillik tajribaga ega urologga. Iloji bor dedi. Qanaqa qilib bolali bo'lishi mumkin? Chet elga olib borib, operatsiya qilaman dedi. Pul kerak dedi. Tushunarli. O'sha doktoring bilan bugun meni ko'rishtira olasanmi? Nima qilmoqchisan? Borganimizda meni doktorligimni indamaysan. Billa boramiz, so'raymiz. Agar men adashgan bo'lsam, yuzimga tupurib ketsang ham roziman. Konfutsiy aytganidek, hayot aslida sodda, ammo biz insonlar uni o'zimiz qiynalashtirib yuboramiz. Akamiz ham shuncha yil mana begona eshiklarni taqillatib yurgan ekanlar. Bugun bir ilojini topdik. Xudo xolisa, haftaning oxirlariga chet elda operatsiya qilamiz. Siz farzandli bo'lasiz. Qaysi yo'l bilan farzandli bo'la olaman? Bular sizga kim bo'ladilar? Yaqinmi? Voy, bu meni yaqin do'stim. Bundan hech qanaqa sir bekitmaganman. Bemalol ishonarli odam, gapiravering. Bu qarindosh urug' degan gap bor. Qo'ni qo'shni, xudo anda, eng yomoni ayolingiz oldida tilingiz qisuv bo'lishi. Bu yomon narsa, to'g'rimi aka? To'g'ri. Shunda chet elga boramiz. Bitta donor topamiz. Urug'i ekamiz u qaytamiz. Zato farzandli bo'lasiz. Eng muhimi, ayolingiz oldida tilingiz qisuv bo'lmaydi. Xudo xolisa. Ko'rdingmi o'rta? Iloji bor dedim-ku senga. Mana. Tushunmading shekilli. U donor deb aytdi. Nima degan endi u? Men tushunmasam. Bu seni xotiningni folikulasini olib, birovni urug'ini qo'shib, seni bolali qilaman deyapti. Tushunmadim. Siz kimsiz? Erkaklar bepushligi bilan shug'ullanadigan urolog, androlog Mamadaliyev Bobirman. Men ham sizga o'xshagan doktorman. Faqat farqimiz, men Xudodan, qonundan qo'rqadigan odamman. Iltimos, xonani bo'shatib qo'yinglar. Bu gap bo'lmadi deb hisoblaymiz. Aka, biz ketamiz. Lekin sizni qilayotgan ishingiz ertaga oqibati yomon bo'ladi. Chiqing. Endi tushungandirsan, do'stim. Doktor. Sizni maktabingizni maqtashdi. Shunga o'g'lim olib keldim. Juda ham yaxshi. O'g'lingiz 3 yo 4 sinfga o'xshaydi. Shunaqa. Bu yil 4-sinf bo'ladi. 3 yildan bir maktab tanlaydi. Endi Bo'riboyevachchani ko'ngillari nozik. O'shanga sizni ham maktabingiz yo'q qolar deb olib kelib ko'rdim-da. Yaxshi, maktabga qabul qilamiz, faqat bitta sharti bor. Qanaqa? Siz borib daraxt ekishingiz kerak. Opajon, oldin o'g'li maktabingizni yoqtirsin. Keyin daraxt ekish bormi? Maktabingizni uy joylarini remont qilish bormi? O'zingiz bilan alohida gaplashamiz. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Siz borib daraxt ekib keling. Keyin gaplashamiz. Kiring. Chaqiruvmidingiz ustoz? Albatta. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Bular daraxt ekmoqchilar.
Ha, daraxt. Bo'ldi. Qani? G'alati-yu, lekin mayli. O'g'lim o'tirib tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Mayli. Lapatga bormi ishqilib? Bor. Ekdim. Nima bo'ldi endi? Tushunmadingiz-a? Tushuntir. Mana shu ko'chatda o'quvchi deb olaylik. Xo'p. Har yili maktab yoqmaganda ko'chatni olib boshqa joyga olib borib ekursiz. Natijada nima bo'ladi? Nima bo'ladi? So'lib qoladi daraxt. O'quvchilar ham xuddi shunaqa. Ularni har yili boshqa maktabga o'tkazursiz, albatta so'lib qoladi. Ustoz sizga shuni tushuntirmoqchi bo'ldilar. Bola bir joyda sabr bilan ta'lim olsa, o'qituvchiga, sharoitga ko'nikadi va natijada yaxshi meva beradi. Tushunarli. Bu katta daraxtni kim ekkan? Direktoringlarmi? Yo'q. Bu daraxtni direktorimiz otalari ekkanlar. Daraxt bir joyda ko'karadi. Endi tushundim. O'g'lim qachondan maktabga chiqsin? Buni endi ustoz aytadilar. Qani ketdik. To'g'risini aytsam, bu maktabda dars berishimning katta bir sababi bor. Nima ekan? Bu maktabda tartib birinchi o'rinda, intizom, o'quvchini tarbiyasi, bu haqida hammasi. O, ma'maniki ko'payib ketdi, ma'maniki. Men seni yomon ko'raman. Iyo. Manimi? Seni mana shu turmushing bilan yomon ko'raman. Nimaga ekan? Mana shu mashina olganingda ham, ishing zo'r bo'lib ketganda ham, bir marta ham kelganing yo'q. O'rta ishli zo'r bo'lib ketdi demagansan. Ko'rishlaring ham o'zgarib qolgansan. Mana ko'rishasanmi bilmayman. Olib qo'y qo'lidan. Menga qara, ko'payib ketibdi. Gapirib oling maylimi? Mana shu hammang shuni puliga qarab muomala qilasan, shundaymi? Voy. Zohid. Keyin o'rta ertaga ko'rishib gaplashib olamiz. Bugun kayfim bor. Hozir payt emas. Bo'ldi qil, ko'paytirib yubording. Bo'ldi, gapirmadi. Endi sizda obro'li odam turganda biz jim o'tiramiz-da, ha? Hop bo'ladi. Keyin safar iloji bo'lsa, yo bu kelsin. Yo men kelay, hop. Yo ketaymi, ha? Yo xohlasanglar keturaman. Qayoqqa ketasan, o'tir. Yo, ketma o'rta. Yaxshisi men ketib qolaman. Endi biza bilan o'tirgizam kelmadim, ha? Badriddin, Ketsa ketursin, xotinlarga o'xshab araz deydi menga. Badr. To'xta, Badr. Nima xafa bo'lsan? Qo'ysang-chi o'rta. Ichib olgan. Mast odam hamma narsa to'g'radi o'rta ichganda. Xafa bo'lish kerak emas unda. Yo'q o'rta. Mast odam har narsani gapirmaydi. Esingdan chiqarma. Mast paytida aytilgan gaplar hushyorlik paytida tuzilgan rejalar bo'ladi. U bu gaplarni menga ancha oldin gapirmoqchi bo'lib yurgan. Bugun yuziga chiqdi xolos. Buni nomini nima deydi bilasanmi? Mastlik, rostlik deydi. Ko'rishamiz.